Tashadigan deganman-da san'atini. Bo'ldi. Yig'ishtir deganman. Muhammadziyo, keyin Muhammad Rizo ukasi, undan keyin yana 2 o'g'lim ketib qolgan, 3 o'g'lim ketib qolgan. Yomon nima bo'lganman, ey Xudo deganman-da. Ey Xudo, shunchalik sinov endi ko'tara olman deganman-da. Ko'tara olman deganman. Mutatsiya bo'lib tomog'ini yo'qotib qo'ygan. Bir 10-15 yil, necha yil mutatsiyada yurgan. Necha yil mutatsiyada yurgan, qaytmagan, san'atdan qaytmagan. Tilla, uni shunaqa narsalarim ham qo'yar, xullas sotganman-da, sotganman shunaqa. Zanjirlarimni sotganman, nima sotmang deb ana qilishgan. Ularga bildirmay, bolalarga bildirmay, ularni sotganman. Xudo xolasa, ya shunaqa nima keladi, shundan mana shu oldinisini olib beraman degan. Men seni rosa yaxshi ko'raman. To'xta, nima bo'ldi? Aziz sal qochdimi deyman, aya cho'ta. Yo'q, yaxshiman o'g'lim, yaxshiman. Qattasiz men boraman. Yo'q. Olib yotganmiz Mansada, dadasi bir joyda, dadasi yura olmaydi. Ular ketmaydi, bu yerdan ketmaydi. To'g'ri ketyapmizmi? Muhammad Yusuf. Yo'q, Muhammad Ziyo qo'shiqchi bor-ku. Yo'q, Muhammad Ziyo qo'shiqchini bu yoqda emas. Bu yoqda emasmi? Muhammad Ziyo qo'shiqchini sentrda, marhamat. Menga qarang, o'yinga borsangiz, ana yemchilar ham eskitdan o'tiradi. Shu yemchilardan so'raychi, shu yemchilar aytib beradi. Rahmat opa, xo'p, sog' bo'ling. Aytib beraveradi. Xo'p, rahmat. Yo'l yurdik, Mo'l yurdik, ertak bo'ldi. Ertak bo'ldi. Kam 5 ta olingda. Va nihoyat topdik. Azizlar, biz Muhammad Ziyoni xonadonini topib va nihoyat keldik. Marhamatni markazidan so'raganimizda hali u yoqqa, hali bu yoqqa, u tarafga, bu tarafga jo'natishdi, lekin biz yetib keldik. Manzil juda ham yiroq bo'ldi. Xususan, nima deysiz? Muhammad Yusuf yurti bo'lgani uchun ham marhamat. Ko'pchilik Muhammad Yusufni uyga jo'natib yuborganlar ham bo'ldi bizni. Lekin mana baribir Muhammad Ziyoni o'zini xonadonini topib keldik. Endi onalari uydamikin? Shuni bilishimiz kerak. Ketdik, bo'lmasam chaqirib ko'ramiz. Marhamat. Va nihoyat topdik. Hoji aka! Kim bor? Kim bor? Ho'y, qarab qo'ying. Assalomu alaykum. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Salomatgina, charchamasdan. Uzr bezovta qildik, kunni rosa jazirama issig'ida Muhammad Ziyoni onasini shu volidam degan ko'rsatuvga taklif qilib, Muhammad Yusuf yurti bo'lganligi uchun juda ham qiynalib topib kelishga harakat qildik. Juda qiynalchilik bilan topib keldik. 6 soat deganda mana topib. Yo'q, telefon qo'ng'iroqlarini ham topmadik-da, birato'la borib turib, ana shuni bor jarayonni boricha ko'rsatishga harakat qildik. Onamiz uydami? Ona yo'q edilar. Qayerga ketdi? Oilaviy bitta joyda dam olgan chiqib ketishdi. Endi bo'lmasam, agar malol kelmasa, bizni ana shu joyga olib boring, onamizni shu yerda turib bir suhbatlarni qilib olsak. qiynalishlar sig'dan kirib o'tirib tursak, Yo'q, avval ish qilaylik, keyin gap bo'lishi mumkin emas, dam olsak bo'laveradi. Adashmasam bular dadasi bo'lsa kerak. Dadasimiz siz? dadasimi? Bo'ldi. Rahmat aka, keyin kiramiz. Sog' bo'ling. Bilasizmi, har safar ko'rsatuvimizda birinchi o'sha volidamda dadalari, ya'ni padara buzrukvorlari peshvoz chiqishyapti. Ko'rsatuvimizni o'zgartirib, volidam va buzrukvorim deb o'zgartirib qo'ysak ham Yo'q, bo'lardi. buzrukvorimga alohida bitta ko'rsatuv qilsak bo'lar Alohida ekan. qilsak bo'lar ekan. Chunki Boshqa boshqalar bilan ham suhbatlashkim kelyapti, to'g'risi. Chunki ularda ham aytadigan so'zlari bor. Ularda ham o'sha farzand tarbiyasida o'zini alohida o'rni bor va qiziq voqealar bor. Ularni ham suhbatga tortish uchun bir ko'rsatuv qilamiz. Kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Ya'ni buzrukvorim degan ko'rsatuvni tashkillashtirib, mana shunaqa taniqli shaxslarni otalaridan ham alohida ko'rsatuv qilaylikmi? Buni albatta siz o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Menimcha sizni avtomobilingizni shu yerda qoldirib, Muhammad Ziyoni otasini avtomobilda ketganimizdan ma'qulroq. Negaki yo'lni u yoq biladi. Birinma keting ketsak ham
chalg'ib adashishlikdan juda bugungi kunda charchadik. Menimcha mana shu avtomobilga iltimos qilamiz, o'zingiz olib boring deb ko'ramiz. Demak, o'rtoqlar, o'sha Tabibim qo'shig'i, undan tashqari yana ko'plab hitlar bilan sizning qalbingizdan chuqur joy egallagan Muhammad Ziyoning xonadoniga yetib keldik va bugun ularning volidasi bilan suhbat olib boramiz. Hozir to'g'ridan-to'g'ri ularning otalarining mashinasida ular dam olayotgan joyga birgalashib yo'l olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'rtoqlar hech qachon tayyorlanmagan holatda kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqaramiz. Bugun mana avvaldan ogohlantirib qo'yishsa kerak deb o'ylashsa, mana dam olgani ketib qopti onamiz, chunki Ha, shunisi bilan tabiiyligi bizni ko'rsatuvdik, shunisi chiroyli. men moshinam bo'lmasa o'sha yerga yetib qolaman. Shu yerga olib kelib qo'ysangiz, o'ringa qo'yamiz. Xususan siz oldiga o'tiring. O'zida o'tirib. Xo'p. Qani? Ketdik bo'lmasam. Biz ijodiy jamoamiz bilan, demak, Muhammad Ziyoning onasini qayerda qarindosh urug'lari bilan o'tirishda gashtak deb qo'yishadi ayollarda. Gashtakgacha istab boramiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Nechta farzandli bo'ldi Muhammad? 3 ta. 3 ta. Farzandlar qiz, o'g'il hammasidan bor. Kattasi o'g'il, ikkinchisi qiz, kenjasi o'g'il. Ha. Demak, 2 ta o'g'il bor xolos, ha? 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Toshkentga ketmadinglarmi sizlar? Ya'ni nasib endi. Men aytdim-ku xususan sizga, qishloqda katta bo'lgan inson hech qachon Toshkentga men eng mega yulduz bo'lgan darajaga yetsa ham o'zini yurtini sog'inib baribir katta mana akam tengilar, onamiz tengilar hech qachon bormaydi u yerga. Qisilganday bo'lib qolasiz. Bugun Avazoxim bilan Muhammad Ziyoni onasini bir kunda olib ulguramiz deb ertalabda chiqqandik. Avazoximning ota-onasi katta hajga safariga ketishibdi. Ha, ketishibdi. Hammani chaqirsin. Shu kunga davr masalan mana yulduz bo'ldi degan kunga davr nima ish qilgan endi Muhammad Ziyo? Mana shu ishi, yo'nalishi mana shu bo'lgan. 13 yoshdan shunga qiziqqan. Mana shu endi orqasidan yurgan. O'zimizda muzikani edi o'qidi. 1 yil, 1,5 yil bopda. Undan keyin Bo'taqarada internat bor. Ha, internat bor. Muzikali internat. Mana shu yerda 1 yil o'qidi. Undan keyin 2006-yili Toshkentda Gilerga kirdi. 2006-2009da Gilerda bitirdi. Gilerda bitirib, undan keyin nimaga? Konservatoriya litseysiga kirdi. Litseysiga kirgandan keyin u yerda bitirmadi xullas. 2 yil o'qidi. Men dedi o'qituvchilik qilmayman, biror ishlayman bari bo'lsam yaxshi. Xonanda bo'laman, bo'lmasam bo'lmayman degan. Oxirigacha yetkazmadi. Uning ichida Toshkentdan xat keldi, mahalla komitetiga nimalarga shunaqa kelib o'qishni bitirib olsin deb mahalla komitetiga keldi. Shunaqa o'qishlar bilan kelishdi. Ashuni bitirib olsin ekan, borib ichga nima qilsa deb aytsam, xohish bo'lmadi. U atak o'zi Toshkentda. Hozir san'atkorlarning ishi kechasi yo'q. Ha. Erta bilan bugun hali uxlagani yo'q edi. Xullas ertaman bomdodda o'qiydi. 7-8-9 larda uxlaydi, kechgacha uxlaydi. Kech payt yana shu. Xizmat, ijod. Bir so'z bilan aytganda karantinda yulduzlari desa ham bo'ladi-da. Karantin yulduzlari. Ilgari bichapcha harakat qilgan, baribir bo'lmagan. Aytaylik, nima edi, bu finansiy tomonda o'ylab turib miya qataveradi. Reklama degan narsaga, oho. Aka, ismingizni so'ramabman. Ismim Ravshanbek. Ravshanbek aka. Endi bizda bu an'anaviy savol emas, endi oddiy gaplashib ketyapmiz. Masalan, Muhammad Ziyo avvallari karantin yulduzi bo'lgunga qadar necha pulga to'yga chiqardi? Hozirgi kunda necha pul ularni men bilmayman. Bilasiz, aytmaysiz, ha? Xato qilib qo'yishdan qo'rqasiz. Bilasiz, aytmaysiz, lekin endi avvalgidan ko'ra rasxoti ko'p. Studiya bor, bu aranjirovka. Ularda o'zi 8 ta 10 ta bola bor. Ular haligi nima edi o'zi professional cholg'uvchilar. Qancha-muncha
ularni tirikchilik yashi 1 so'm 2 so'mga yuradigan bolalar emas. Payti kelsa Toshkentdan bir kun voqea vodiyga kelib kechga 3 kunlari ketadi-ku. Bir kun bu yoqqa keladimi? Xizmat o'tkazib, ertasiga qaytadimi? Hisob tashnami yo'q, hisobi bor-ku. Yulduzlik kasalligiga uchradimi? Nima deb o'ylaysiz? Yurish turishlari o'zgardimi? Xudo xolasa unaqa emas. Unaqa emas, ha? Yo'q, yaxshi. Farzand baribir otasini masalan qo'pol bo'lmasa-da qandaydir bir ranjitishi mumkin-ku. Haligi ota sifatida ranjib qolgan kunlaringiz bo'lganmi Muhammad Ziyo? Farzanddan endi har xil holat bo'ladi, misol. Tirik jonimiz. Hali asabing joyida bo'lmaydi-yu, lekin baribir hali tilda uchida-da baribir, xato o'ylasam baribir hech qaysi ota-ona bola chaqasiga yomon bo'lsin demaydi-ku. Ustiga nima deydi? Ishlamay bola chaqani o'ylamaydigan odam ham bola chaqamga yomon bo'lsin demaydi-yu. Yo deydimi? Demaydi. Biz bularni qanaqalik katta qilganimizni o'zimiz bilamiz. Bularni 3 ta farzandni egasiga berganmiz. U shunaqa bularni katta qilardikki, qishlarda qaynamikiga boradigan bo'lsa, qishloqqa. Bizni bolalar yerga qo'yishmas edi. Uni yerga qo'yishmagan. U bolalarini qarash, ko'tarishtirib yerga qo'yishmas biz bolalarni. Shunaqa qilib katta qilganmiz. Endi yemoqchi bo'lib turibdi, lekin mayli, keyin suhbatni davom ettiramiz. Ha, u yerda ko'lam bor ekan, daryomi? To'xting, Soymi? Shuning uchun salqin ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Muhammad Ziyoni onasini bugun volidam degan ko'rsatuvga taklif qilib keluvdik. Juda uzoq manzil yurib keldik, lekin topish juda qiyin bo'ldi. Yaxshi uylarni topdik-da keldik. Nima deyman? Yopib tursinmi ro'mol? Pastda suvni bo'yida olsa, rosa chiroyli so'ri bor ashiyda. U pastda narigi tomonda. Tayyor joylari bilan. Nima deyman? Meni olyapti shekilli, meni olyaptimi? Ha. Men qaltirab Petrechkani olaymi? Qaltirashni boshladim. Ro'molim yaxshi turibdimi? Farqi yo'q bizga. Qayerda desa olaveramiz. Top kelganimizga shukr. Shunday yomon qiynaldik. Assalomu alaykum, bizni kuzatayotganlar, hurmatli teletomoshabinlar. Volidam ko'rsatuvining 2-soniga biz Marhamatga tashrif buyurdik. Marhamatda Muhammad Ziyodek bir chiroyli san'atkorimizni, barcha el taniydigan san'atkorimizni xonadoniga kelgandik, lekin afsuski volidani o'zlari yo'q ekanlar, qarindosh urug'lar bilan gap gashtakka ketgan ekanlar. Biz dadasidan iltimos qildik shu yerga olib borishlarini va biz ana so'lim joyda suhbat qilishga keldik va onamizni shu yerda uchratdik. Assalomu alaykum. Keling, ona, suhbatimizni boshida Muhammad Ziyoni yoshligi, bolaligi haqida gaplashaylik. Bugun juda ham mashhur karantin yulduzi degan nomga ham ega bo'lganda bir paytlar Muhammad Ziyo karantin paytlarida ana shu qo'shiqlari bilan xalqning ko'ngliga kirib borgan Muhammad Ziyo ana shu qo'shiqlari kabi sho'xroqmi yoki qo'shiqlari kabi sokinroqmi? Xarakteri qanday bo'lgan? Yoshligida rosa sho'x bo'lgan. 5-sinf, 6-sinfdanmikan, Bo'taqaraga ketgan o'qishga. Endi yosh. Men bormasin deganman. Dadasi nima qilgan? Xullas o'qishga bergan. 5-sinf. 5-sinfdan ketganda 5-6 o'qib, 7-sinfdan Toshkentga ketgan. Nimaga? Glerga borib u yerga kirgan. U yerga ham endi baribir onasi-ku unamaganman. Yoshida baribir. Toshkentga qanaqa qarindoshlari yo'q. Yo'q, o'zi ketgan. Endi dadasi Toshkentga nima qilardi? Borib Toshkentda picha yashagan. Kichkina qizimni dunyoga kelganda rosa naqa bo'lgan. O'ta injiq bo'lgan. Dadamiz ham kelib olgan, o'zi qolib ketgan, xullas kvartirada o'zi hisobda 7-sinfdan Toshkentda o'zi qolib ketgan.
Yo'qchilik paytlari ham bo'lganda. Ha, u qiyinchilik, juda qiyinchilik. Pul Ko'p yetkazib kelgan. berolmagan paytingda. Shunaqa. O'zi harakat qilgan, pul topishga ham harakat qilgan, shunaqa qilib. Toshkentda yurganda, avoyiga yetpali mashina olib bergan dadasi. Xullas Toshkentda kira qilgan, o'qigan, xullas shunaqalar Demak, qilib o'zini eplaganda sochlaridan kam bo'lmasin deb hatto mashina ham olib bergan. mashina olib bergan. Bu yoqda biz kichkina qizimiz bilan yomon qiynalganmiz, o'zini o'zi eplaganda. Men bilyapmanki, Muhammad Ziyoning xarakteri ko'proq dadasiga o'xshaydi. Dadasiga Nimagaki, shunday bir bosiq ayoldan san'atkor yigit juda qiyin deb o'ylayman-da. Har bitta narsani mana onajon qiyinchiliklarni yengib o'tsa, kecha kuni o'sha Hasanboy Do'stmatovning onasi bilan ham gaplashganimizda juda ham chiroyli gaplarni aytdi. Halollikda ish ko'p ekan. Halollik bilan o'stirgan farzandlarning orqasidan rahmatlar kelar ekan dedi. Halollikka mana qiyinchiliklarni ko'rdim deyapsiz. Ravshan akam bilan gaplashganimda ko'p farzandlarimizni yo'qotdik va farzandlardan keyin tug'ilgani Muhammad Ziyo bo'ldi dedi. O'qishga borib kelish jarayonlarida biz ham xuddi shunaqa qiynalganmiz-da. Yo'l kira qolmay qolgan paytlari bo'lardi-da. Shunaqa paytlari bo'lganmi? Uni dadasi eplab berardi. Nima bo'lardi-yu, Toshkentga ketgandan keyin xullas o'zini o'zi eplab, dadasiga ham nima qilmagan. Endi yoshligida baribir dadasi qo'llagan. Men payt kelgan, yomon qiynalgan, xullas tashadigan deganman-da san'atini. Bo'ldi, yig'ishtir deganman. Yomon qiynal, xullas nima bo'ladi-yu. O'sha paytlarni eng sizni qalbingizni og'ritib qiynalgan paytda farzandga, dadasiga, oilangizga haligi qiyinchilik kelgan paytlari qanday shuni yenggansiz? Baribir ayol kishi yig'lab yengadi. Shunaqa paytlar bo'lgan. Katta qizini turmushga berganmiz. U og'rib, juda nima bo'lgan. Dadamiz og'rib, grija bir joyda bo'lib qolgan. Muhammad Ziyo boshidan qiyinchiliklar o'tib, ichiga solib juda qattiq og'rigan. Ashna paytlar hozir eslasam, ash paytlarda chidamay bo'ldi deganman-da, desam yo'q, deganda yo'q. Qaytmagan xullas. Nima bo'lgan taqdirda ham qaytmagan, bu san'atdan qaytmagan. Boshqa ishga o'zini anaqa urib ham ko'rmagan. Muhammad Ziyoni birinchi marta katta sahnada Xalqlar do'stligi san'at saroyida ko'rganingizda qanday bo'lgan? Shuni aytib bering menga. U ota-ona uchun u nima-yu? Baxtku. Hali o'zi aytdi, hali aya shunaqa konsertlar beraman, borib oldida o'tirastirdi. Va shu kunga yetdingiz. Yetdim. Yetdingiz. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Va mana Muhammad Ziyo desa, butun O'zbekiston, qo'shni davlatlar taniydigan farzandning onasi bo'ldingiz. Bundan qanchalar quvonyapsiz bugungi kunda? Ukasi yo'qchilikni juda ko'rib, san'atni bilasizlar, o'zi chiqish uchun, shunaqa nima bo'lgan, o'zi mana konsertlarda ham gapirgan. Rosa qiyinchilik nima bo'lgan paytda yaxshi ukasiga Koreyaga nima chiqib qolgan. Viza chiqib qolgan. Ketgan aka oldimda gapirgan. Harakat qiling, aka, harakat qiling. Qancha bo'lsa, qancha yur desangiz yuraman, topib jo'nataman, harakat qiling deb aytgan-u. Xuddi gapni yonimda aytgan. Ular ketmaydi, bu yerdan ketmaydi. Shunaqa. Va uka u tomonda turib akani qo'lladi. Keldi, nima qildi? U ketdi ham yomon qiyinchilik bo'ldi. U ketdi ham bir 3 oy, 4 oy ishlash shekilli. Shunday Muhammad Ziyo ham shunday chiqib ketdi. O'z
hali omad ekanda bu. Akam chiqib ketdi. Qo'li unaqa bo'lmadi. Aka-ukalar endi nima, hozir endi kelib Koreyaga ham ketkizmay qo'ydi akasi yonida billa ikkovi. Ha, demak Muhammadjonni administratori ukasi hozirgi kunda. Ukasi. Qo'llagan uka bugun uni yonida. Iloyim doim birga bo'lsin. Birdan unaqa bo'lib ketdi. Xudoyimdan so'rab ana qilsangiz doim beraverar ekan. Uka ketdi. Aka chiqib ketdi. Unaja ko'p emas, shu 2-3 oyda shunday xalq tanilib, Xalqqa tanildi. Va Ammo yomon mehnat qilgan. Yomon bolam yomon mehnat qilgan. san'atdan boshqa yana nima ishlar qilgan? Boshqa ish qilmagan xullas. Shu mashinada nima qilib, kira qilib, o'zini anaqa nimasini nima qilgan. Kvartira pullari bor, yeb ichishlari bor. Yeb ichishlari bor. Aytibman bu yerda qiyinchilik bo'lib ketgan bizga. Shu bo'lgan, aytgan qayt bo'ldi tashlayam deganmanda. Unamagan. Faqat harakat qilgan xolos. Harakat qilgan. O'rtada necha yoshdalik mutatsiya bo'lib tomog'ini yo'qotib qo'ygan. Necha yil ham xullas yomon qiynalganda, necha yil yurgan, hozir esimga kelmayapti. Yo'qolib manaqa nimaga borgan, ash tomog'ini nima keltirish uchun yomon bo'lgan. O'shunda ham qaytmaganda xullas bir 10-15 yil, necha yil mutatsiyada yurgan. Necha yil mutatsiyada yurgan, qaytmagan, san'atdan qaytmagan. Farzand bo'lib dilingizni og'ritgan kunlari bo'lganmi? Yo'q, unaqa emas. Umuman boshqacha. Farzand bo'lib birinchi marta to'yga chiqib olib kelgan puli necha pul bo'lgan? Eslay olmayman. Ko'p pul olib kelgan-a demak. Ertaman ketardi. Burungi to'ylar qanaqa edi? Kech payt nechida kelardi. Harakat qilgan, rosa harakat qilgan bolam bechora. Va bugunga kelib Toshkentdagi eng yaxshi uylardan birini egasi, tagida eng yaxshi mashinalar bor. Mashinalar ham qolmagan. O'zi burun dadasi ham o'zi nima edi? San'atga tikkan, hamma yo'q, hech nima qolmagan. Mana endi hammasi berildi. Bekam ko'st, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yonida emassiz hozir. Toshkentga ko'p nima qiladi. Olib ketamiz deb ko'proq Toshkentda bo'laman o'zi. Borib kelib, bu yoqda ham baribir nima bor-u. Tug'ilib o'sgan yor ko'p olib ketadi. Nima qilyapti? Endi hozir yana hali domku, bizga to'g'ri kelmaydi. Endi manaqa chekli uy olib hamma yo'qda, hammalarni olib ketaman deyapti. Bu yoqda endi dadasi bor, oila bor. Mana ona sifatida farzand judoligini ko'tarish qiyin ota-onaga. Mana shu kunlarda qanday yengib o'tgansiz? Ular tasi 3 ta o'g'limizni berganmiz. 3 ta farzandimiz ketib qolgan. Bu farzandlarni endi shunaqa nima qilganmiz? Xullas, sen ham nima katta qilganmiz-da. Hozir o'ylayman, aytaman, tavba, bolalarga bir bema'ni yurma. Bema'ni ana qilma demagan ekanmiz. Faqat shu tirik qolsa, hali bolalarni beraversangiz, ashuna bu bolalarim ham endi ko'zga ko'rinib ketib qolganda. Muhammadziyodan kattasi ketgan. Muhammadziyo, keyin Muhammadrizo ukasi, undan keyin yana 2 ta o'g'lim ketib qolgan, 3 ta o'g'lim ketib qolgan. Shuning uchun farzandlarni rosa nima qilib ketgan. Shu ketishiga ham men qarshi bo'lganman-da. Bolalarimizga nima qilardim? Dadasi yo'q, qattiq turgan dadasi Toshkentga borib tashadi. Toshkentga borib, u yerda o'qigani bunga rosa katta dars bo'ldi. Rosa tushunadi, hamma muzikadan hamma tushunadi. Professional xonanda-da. Necha yildan beri o'qiydi, shunaqa. Odamga ko'proq yo'qchilik paytlarida atrofdagilar sinaladi. O'sha paytlarda eshik qoqib borgan joylaringiz yopilgan paytlar bo'lganmi? Yaqinlar, qarindosh urug'lar, do'st birodarlar. Yo'q, endi u
yordam berishgan. Endi ularni unaqa bo'lmagan. Hatto bola dadam bor edi, buvim bor edi. Ular ham hali bolalarimiz ketganiga unamaganmi, ular ham unamagan, men unamaganman. Dadasi qattiq turgan. Endi manaqa gap ham bo'lishi mumkin. San'at sohasidan ketgan farzandlarda atrofdagilar aytadiki, artist bo'lib kimman bo'lardi deganlar ko'p bo'ladi. O'zingizga ham shunaqa gaplar aytishganmi, qo'shnidan, yaqinlardan? Eshitganmiz. Men o'zim ham o'ta ko'p qiynalganiga qarshi bo'lganman-da. O'ta ko'p qiynalgan. O'rtada bir yomon juda qattiq og'riganda Muhammad Ziyo. Yomon qattiq og'rigan. Ukasi bilan ikkovimiz olib yotganmiz Manisada. Dadasi bir joyda, dadasi yura olmaydi. Grija oyoqqa berib yura olmay qolgan. Katta qizim turmushga berib, u og'irsham, u og'rib nima bo'lgan, ashpayt o'tdi. U paytlarni eslashni ham olamayman-da. Yomon qiyinchiliklar bo'lgan. Ashnaki jon bolam deganman-da, yaxshi bo'lib chiqqandan keyin oho yomon qattiq og'rigan. Ashi nima deydi, hali qiyinchiliklarni ichiga sovurib, ana bo'lganda hali yo'qchilik nima bo'lganmi? Unamagan baribir. O'zim ham qarshi bo'lganman, qo'y bolam deganman. Bitta nima bor. Sanjir, endi biz ham tijorat ishi bilan shug'ullanardik-da, tog'ingiz bilan. Endi o'zimni ham do'konimiz bor edi, shuni ochib nima qilardik. Har tomonlama kelib hech nima. Xullas, anaqa tilla, pilla, shunaqa narsalarim ham xullas sotganman-da. Shunaqa sanjirlarimni sotganman. Nima qilib sotmang deb ana qilishgan. Ularga bildirmay, bolalarga bildirmay, ularni sotganman. Sotib saqlaganmiz. Kichik qizim ko'p og'rigan. Turmushga bergan qizim ko'p nima bo'lgan shunga. Sotgan bilib qolib, Xudo xolasa ya shunaqa nima keladi, shundan mana shu oldinisini olib beraman degan Muhammadga. Ashna deb ashna degan. Bir kun telefon qilyapti. Aya video nima qiling deyapti, videodan ko'rib nima qiling deyapti. Shunday qilsam, opti hali nima deydi, hali olgan narsa, endi u ona uchun bir nima-yu. 3 kun yig'ladim, ishonasizmi? Shunaqa narsa olibdi, u umanda zanjir olibdi. Zanjir deng. Zanjir, ha. 3 kun yig'ladim, hali nima qilib, 3 kun yig'ladim. Shunaqa beraman, hali ko'rasiz. Hammasi hayron qoladi deb, ashna deb nima qiladi. Qilgan mehnatlaringizni mukofoti. Ha, ishonavering. Bugungi kunda Muhammad Ziyo demak eng mashhur yosh xonandalardan biri bo'lib turibdi-da. Ona, siz baxtni nimadan topdingiz? Nima? Baxtni nimadan topdingiz? Shu bolalarimni nimasida endi? Ona uchun nima? Bolani nimasi-ku, shu baxtini ko'rish ona uchun, ota uchun baxt-ku. Shu. Demak, mehnatning orqasidan baxt topdingiz bugungi kunda. Agar Muhammad Ziyo boshqa kasb egasi bo'lganda qanday tasavvur qilardingiz? Masalan, shifokor deylik, masalan, ustoz deylik, o'qituvchi. Bu yo'lini topgan uchun quvonardim hammasidan. Quvonaman-da, nima qilaman? Yo'q, boshqa kasb egasini tasavvur qila olmayman. Tasavvur qila olmaysiz. Muhammad Ziyo nimasidan tasavvur qilaman? U boshqa kasbga umuman qiziqmagan, nima ham qilmagan. Xullas tijorat ishiga shuni olib ketib, nima qilganmiz, uni ham qilmaganda xullas. Faqat san'atda nima qilgan xullas. Boshqa kasb tasavvur qila olmayman. Va kunlar kelib san'atni tashla deganingizga pushaymon ham bo'ldingiz. O'zingiz ich-ichingizda, qalbingizda bo'ladi-ku, shunda shunaqa degan, bekor aytgan ekanman degan kunlaringiz bo'ldimi o'zingizga o'zingiz? Bo'lgan. Bo'ldi, endi bo'ldi. Hozir mana endi avvallari 1 millionga to'yga, endi masalan 1 millionga to'yga chiqayotgan bo'lsa,
hozirgi kunda juda summasi baland. Endi uni balandligini sabablari ham bor-da, buni xalq bilish kerak-da. Masalan, uni studiyasi bor, yeb ichishi, orqasidagi ansambl cholg'uvchilari bor, sostav deb qo'yadi-yu. Ashuncha sarfi bor ekanda, endi iloji yo'q ekanda u narsani. Va hali ham sarflab kelyapti. Sarflaydi. Endi faqatgina sarfni ikkinchi tarafini qilyapti-da. Buni sizlardan olmasdan o'zini o'ziga yedirib sarf qilyapti. To'g'rimi? Hozir nimani yig'ishtirganmiz? Shu hammamizda shu Muhammadziyo akasi ikkovi hamma yoqda ishlar ta'minlayapti. Do'konlarni ham yig'ishtirishyapti. Bo'ldi, aya qilmaysizlar deb. Mana san'atkorning onasi mana so'lim joyga kelib dam olib o'tiribsiz mana bugungi kunda. To'g'rimi? Toshkentga olib ketadi. Uyda o'tkazishmaydi, aqo borishadi. Konsert yuribsiz. Shunaqa. Xudoga ming shukr qilib, shukrona aytib. Mehribon, o'zi ham rosa nima, bunaqa odamlar kattiz chicha nimaroq deyshadi. Kibrliroq deyshadi. Kim biladi, shuna kichigim nimaroq. Unaqa emas. Kibri yo'q. O'ta mehribon, o'ta nima. Hali nima deydi? G'amxo'r. Shunaqa deydi, nima topolmay, shunaqa. Saflaydi, muhtojlarga nima juda. Balkim ko'chada kibrlidir, qaydan bilasiz? Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Ko'rinishdan shunaqa deyshadi. Gaplashsangiz bilasizda. Onani qalbi aldamaydi hech qachon. Sizdek onani va Ravshanbek akamdek otani farzandi kibrli bo'lishi aslo mumkin emas. Bugun bunga yana bir marta amin bo'lyapmiz-da. Juda ham xokisor, samimiy, past ovoz bilan gapiradigan, haligi boshqa ayollarga o'xshab baland gapiradigan emas. Mana xokisor ona. Azizlar, bugun Muhammadziyoning onasini biz siz tomon yoritib boryapmiz. Sizga qanchalar qiziq bu narsa. Mana onasi haqiqiy xokisor o'zbek ayoli. Endi farzandlaridan nevaralar ham ko'paygandir. Muhammadziyo qachon uylandi? Siz qanday qaynona bo'ldingizlar? Ham bir gaplashaylik. Ana Muhammadziyo 22 yoshda uylangan. Mashhur bo'lishidan avval uylangan. Uni shunda uylangan. Hozir 3 ta farzandi bor. 2 o'g'il, 1 qizi. Katta o'g'li 3-sinfga ko'chyapti mana. Uylangan 22 yoshida. Zo'r hozir oila, o'zini yaxshi ko'rgan ayolini olgan. Yaxshi ko'rgan ayoldan, qizidan ichingiz chiqdimi? Chiqdi. Boshida hali yosh, yaxshi ko'rishib, picha qarshilik qilganman, men qilganman. Keyin naqa hozir nimasan, yoshsan, o'qishlarni tashlab yuborasan-da, qo'y bu deb nima qilganman. Keyin aya u degan necha yil yaxshi ko'rishib yurishgan. Ne bo'pti deb rozi bo'lganmiz. Kelin qayerdan? Marhamatdan. Zo'r. Qanday Toshkentda o'qib yurgan bola marhamatdagi qizni sevib ulgurib bu yerda ash yoshlarni yaxshi ko'rgan shekilli edi. Ancha yaxshi ko'rib yurishgan. Va uni uyga sovchi kelishni boshlagan, sizni tezlatgan. Shunaqa bo'lgan-a? Xuddi shunaqa. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi-da. Keyin siz hozirga seni uylasak, bo'pti, qiz bola yo'q, xo'p, bu yerga olib kelib qo'ysam, uyda qolmasa-chi, Toshkentga ketaman, sen bilan birga ketsa, o'qishga xalaqit shu gaplar bo'lgan. Olib ket, oldi, yurdim mana shu yerda. Ancha. Bolalarini ham ine keyin olib ketdi. Hech qancha bo'lmadi olib ketganiga. 2 yil bo'ldi shekilli olib ketdi, yiqildi. Joy qildi, olib ketdi. Bizni ham rosa nima qilyapti, ko'p olib ketib qoladi. Oxirgi marta kimni konsertiga olib bordi? O'zini hali mukofot berishda bordik. Keyin kimga bo'ldi? Ali nima? Qiziqchilar kim bor qildi? Birovim qayerga ashni konsertga, rosa konsertlarga ko'p boramiz. Adashtirib ham qo'yyapsiz. Ko'pligidan. Oxirgi borganimiz asha mukofot oldi, ashunda bordi. Ashunda borishdi. Muhammadiyoni o'zi qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rib eshitasiz?
eng sizga yoqadigan qo'shiq qaysi? Ona ham yoqadi rosa. Endi faqatgina siz uchun atalgani uchun emas, keling, xalqqa oshkora qilaylik. Yana qaysi qo'shiqlari? Onadan tashqari. Hali oxirgi chiqqan nimalari rosa yoqadi qo'shiqlari. Bironta qo'shig'ini yoddan bilasizmi? Qaysi qo'shig'ini yoddan bilasiz? Rosa ko'p eshitaman. Kulishi aya qo'shig'i yodaki bo'ldi deb ketishadi. Faqat eshitaveraman. Boramkin eshitaveraman. She'rlarning mualliflari kim? Faqat men demang. Yo'q, ko'pini o'zi nima qiladi? O'zi yozadi. O'zi yozadi. Ko'pini o'zi yozadi. Nimagaki noodatiy qo'shiqlar bilan tanilgan qo'shiqchi-da Muhammadziyo. O'zi yozgan ko'p. Birov yozib bergani, bilmaganim yo'q. Endi kimgadir murojaat qilayotgandir. Hali yozib, "Aya, men qarang, manaqa qildim" desa, menga qandaydir qo'y, shuni aytasanmi deyman. Keyin hit bo'ladi u qo'shiq. Shuni so'ramoqchi edim. Ba'zida noodatiy qo'shiqlar aytib chiqadi. Ba'zida ijtimoiy tarmoqlarda bir noodatiy qiliqlari bilan Instagramlarda ham ko'rib qolaman-da. Shunga siz qanaqa munosabat bildirgansiz deb so'ramoqchi edim. Aytaman, boshda qo'y deb nima qilaman? Chiqib ketadi. Bo'lib ketadi. Bo'lib ketadi. Demak, o'zini qalbi sezar ekanda Muhammadziyoning. Muhammadziyoning qalbini sezishiga bu mehnatlarida Husniddin juda ko'p o'qigan va shu sohani vakillari bilan ko'p muloqot qilingan. Qaysi qo'shiq qayerda tushib qoladi, qaysi qo'shiq qayerga chiqib qolishini Muhammadziyo professional darajada biladi. Hali rubob nimani ham rosa yaxshi chaladi. Torda. G'itchekni ham rosa yaxshi chaladi. Demak, qo'lda soz bilan ham qo'shiq ayta oladi. Ha, chaladi, rosa yaxshi, chiroyli chaladi. Hozirgi kunda agarda qarindosh urug'ingiz to'y qilayotgan bo'lsa, arzonroq kelib beradimi yoki tekinga kelib beradimi yoki asha administrator aytgan summada kelinadimi? Masalan, siz qarindoshingiz to'y qilyapti deylik. Hozir endi uni bilmayman. Toshkentda-yu ko'p ham nima qilib kelavermaydi baqa. Endi to'y-to'rkinga aytsak nima qilishadi? Unaqa aytyapman, u rostsa nima, una manaqaga kelaman, anaqa nima demaydi. Mana jicha anaqa kambag'alroqlar ham nima deydi, kambag'al ham bo'lmaydi, endi muhtojlar. Aytsa shunday, uka kirib beramiz deydi. Ha, mardligi bor, u unaqa nima qiyinchilikni ko'rib o'sgan bola. Mashlardan chiqsa ham nima bo'lsa ham hali jicha muhtojroq odam bo'lsa shunday berib duo qilib qo'ying deb ketaveradi. Ashnaqa peli bor. Uni bolami nima qilishmas. Rosa unaqalarga rosa nima qiladi, sarflaydi. Saxiy bola. Saxiy, rosa saxiy. Keling, bitta nimalar ko'p yotganmiz. Sizdan bir narsa uyushtiraylik. Onamizni telefonidan Muhammadziyoga telefon qilsinlarda, Muhammadziyo bilan suhbatlarini teletomoshabinlarimiz ham eshitsin. Muhammadziyo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan o'g'lim? Tuzingmisan? Omonagina. Tinchmisizlar? Nima qilyapsan? O'tirdinglar. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingchi tinchmisan? Yaxshimisan? Xudoga behisob shukr. Onajon. Qayerdasan? Nega? Yo, endi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Uydamisan? Yo'q. Men seni rosa yaxshi ko'raman. Onagina. Nima bo'lyapti? Sog'inib ketdim seni bir bo'lsa. Onajonim, nima bo'lyapti? Tinchlikmi ish qilib nima bo'ldi? Yo'q, yaxshi. Bo'p, telefon qilaman o'g'lim. To'xta, nima bo'ldi? Maziz sal qochdimi deyman, aya cho'ta. Yo'q, yaxshiman o'g'lim, yaxshiman. Qattasiz men boraman. Yo'q. O'zimiz boramiz endi, qaytadiganmiz o'g'lim. Bo'p. Allohga omonatsan o'g'lim. Aya g'alati bo'lyapti-da, nima bo'ldi deb o'ylanib o'tiraman, aya. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yo qizingiz og'riyapti-kan.
Yo'q, yaxshi, Muhammadziyo, yaxshi. Zo'rmiz o'g'lim, hozir telefon qilib yuboraman o'g'lim. Muhammadziyo, Sen xavotir bo'lyapsan-da, kim bor oldingizda, dadam bor. ha, bor, hammasi bor. Bolalaring bor, ammalaring hammamiz mana shu yerdamiz o'g'lim. Tavba qildim. Nima bo'ldi? Ayting, yo nimadir bo'ldimi, ya? Yo'q, yaxshiman o'g'lim, yaxshiman. Zo'rman. Endi aytib qo'yaman. Bo'pti o'g'lim, xo'p. Hozir telefon qilib yuboraman, xo'p. Yetib keladi endi hozir. Kelib qolmasa bo'ladi. Ha, demak, turmush o'rtoqlari ham shu yerda. Ha, hammamiz mana shu yerda. Ha, hammanglar. Ravshan akam ham ana bizdan yashirdi bu yerdaligini. Demak, uyda bo'lgan Muhammad. Ko'p hali nima qilmaymiz. Ha, bezovta qilish endi ular keluvchi ko'p bo'ladi ona. Biz uni tushunamiz. San'atda, media ahlini eng yomon tarafi ham shuda, uni xarakter nima deydi haligi, uni kayfiyatiga birov qaramaydi-da, uni oldida kayfiyati yomon bo'lsa ham kulib turib rasmga tushib berish kerak bo'ladi Husniddin. U yuzdan qolar gap yo'q. Qayerda bo'lsa endi taniqli xonanda. Bugungi emas va Muhammad Ziyoni hozir mana aytishlari bo'yicha 5-sinfdan ketgan bo'lsa, hozir necha yil bo'ladi shunda? Hozir 93 bo'lsa 33 ga kirdimi? 25 yillik mehnatni orqasidan bugungi kunda yulduz bo'lgan san'atkorlarning qatorida g'oz turib, men hamma yo'qni tushunadigan san'atkorman desa bo'ladigan yerda ekan. Ayrim kechagina chiqib turib, ikkita yod qo'shiqni bilib turib, yulduz kasaliga uchraganlardan yiroqda mana shunday insonni farzandi. Qiyinchilik ko'rgan onasiz-da. 3 ta farzandni yerga qo'ygan onasiz. Bugungi kunda bitta farzandini yo'qotib, o'zini har kuyga solayotgan ota-onalarga, kuyayotgan farzandning dog'ida kuyayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Sabr tilagan bo'lardim. Sabr. Shu 3-o'g'lim o'tib qolganda umuman chidamay qolganmiz. Sabr qilsangiz rohatini ko'rar ekan. Sabr tilagan bo'lardim. U narsani, farzand dog'ini hech kimga ravo ko'rmayman. Hech kim farzand dog'ini ko'rmasin. U narsani nima ham qila olmayman. Farzand eng ota-ona uchun eng og'ir farzand dog'i bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undan boshqa hozir men uchun hech nima kerak emasda. Farzandlarim sog' bo'lsa, tinch yurishsa bo'ldi. Hech nima kerak emas. Umuman bardoshingiz qolmagan kunlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Buncha sinov. Bo'lgan. O'sha paytda Qizim 3 ta o'g'lim ketdi, qizimni berdik, qizim yosh turmushga berdik-da endi. Kim nima 17 yoshda berib qo'ydik. Qizim ko'p og'ridi, o'ta ko'p. Ana hozir aytayapti-yu, qizingiz og'rib qoptimi deyapti. Ashunda yomon nima bo'lganman, ey Xudo deganman-da. Ey Xudo, shunchalik sinov endi ko'tara olmayman deganman-da. Juda qattiq og'rigan qizim. Mana shu turmushga bergan qizim. Endi ko'tara olmayman deganman. Shunda sabrim yetmagan. Xudoga shukr hozir zo'r. 2 ta farzandi bor, 3-chisini hozir jiliydi. Odamzod sabr qilish kerak ekan. Faqat Allohdan so'raganmiz. Tog'ingiz, men juda ko'p so'raganmiz. Xudoyim berdi. Behisob shukr. Qizim mana tinch. Zo'r farzandlarim mana 2 ta o'g'li bor. 3-chisini ham o'g'il deyapti mana. Bugungi kunda yulduzlar qatoridagi onasida, yulduzlarning qatoridagi, masalan, birinchi qatorda konsert tomosha qilib o'tirgan onasizda, agarda Muhammad Ziyoni
boshqa kasb egasi bo'lganda sizni ana shu yerga konsertga olib borgan bo'larmidi? Nima deb o'ylaysiz? O'zim ham bormasdim-da. Bolam uchun boramiz. Shuda endi. O'zi san'at. Balkim bilmayman. Mehringiz qanaqa, munosabatingiz qanaqa siz san'atga bo'lgan qiziqishingiz? O'zim ham qiziqaman. Hozir men nimamiz u ashulalar eshitib yuraman, og'ir ashulalar ko'p eshitaman. O'zi oilalarida bironta san'atkor bo'lganmi? Yo'q. Bu Muhammad Ziyo qanday unda? O'zimni onam aytardi. Dadasi juda katta nima bo'lgandir. Do'shi rosa chiroyli, o'g'ling ashimga o'xshatdi, do'shi derdi, rahmatli. O'zim onam ashuna derdi. Biz ko'rmaganmiz uni. Bu san'at sohasida yo'q. Endi u bobomizni ham ko'rmaganman men. Ashuna deb gapirardi, o'g'lim nimasini ko'rib, ashnadirmidi, kim biladi endi ashuna nima qilar edi. Meni palonchixonlar bilan o'tirishim bor. Hozir borishim kerak. Shu $1000 o'ynab qo'yibman-da, bilmasdan bo'pti deb qo'yibman desangiz beradilar? Beradi, pul beradi. Bermay iloji ham yo'q. Sizday onaga bermay iloji ham yo'q. O'ynang dedi. Sizday qahramonlik ko'rsatib, shunaqa paytga keldingiz. Yeng, iching, keyin yuring dedi. Nima xohlasangiz muhayyo. Shunaqa dedi. Umri uzoq bo'lsin. Dedi. Yuring, ashuna paytga keldingiz dedi. Ko'p nima ko'rganimiz uchunmi? Mehnatlarni qildingiz rosa, endi rohatini ko'ring deydi. Kam bo'lishmas. Uylaringiz ham juda ham fayzli ekan. Juda nurli ekan. Buni hali soxtalik bilan, sizni maqtashlik uchun, sizga yaxshi ko'rinishlik uchun emas, darvozangizni shunday ochganimizda nur ko'rdik-a, Husniddin. Juda ham fayzli xonadoningiz bor ekan. Demak, ana shu fayzli xonadonning farishtasi siz bo'lganingizdan keyin albatta u yerda ikkinchi o'g'ilni uylaganmisiz? Ha, uni ham uylaganmiz. Ular bu yerda yashaydi? Yo, ular ham ayoli bilan. Akasi bilan u ham. Kelin Bolalari kelib ketib. Ko'proq men yonimda. Uni ham olib ketishdi, desa unamayapti. Siz kim nima qilasiz, deyapti. Hech sinilari bor, ashi bor deyman, unashmaydi. Xullas ketsangiz bir yo'l hammamiz olib ketamiz deb ashunga harakat qilishyapti. Agar siz mana shu xarakterda bo'lsangiz, siz qaynona emas, siz dugona bo'lasiz ularga menimcha. Ko'pchiliklar eshitgandirsiz ham, juda qaynonaga ham o'xshamayapsiz. Kelinlarga dugona sifatida men ko'ryapman-da onamizni. Kelinlarim zo'r, ikkovi ham zo'r. Endi qaynona qaynamasa, kelinlar zo'r bo'ladi. Qaynaydigan qaynona emas. Shunaqa tinch oqadigan dengizdek-siz. Yana bir savol, mana shu Muhammadziyo Erardog'iga tushganidan keyin, tanilganidan keyin sizga bo'lgan munosabatlar ham o'zgargandir. Mahalla ko'yda, tanishlar orasida. Hali nima qilib olishib, ko'p ham bildirmayman, nima qilmayman. Mahallaga shundaymiz, nima emasmiz. Biron joyga borganda hali nima qilib qo'yishi Muhammadjoni onarisi deb deyishsa, nima bunaqasiz deyshadi. Muhammadjoni onasi nima unaqasiz deyshadi. Kerilib bildirmaydi. Ashnaqa deyshadi. Hech ismini aytib ish bitirgan joylaringiz bo'lganmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ish bitirgan toqatingiz ham vaqtingiz ham bo'lmasa kerak. Men unaqa ko'chada ham unaqa yuravermaymiz. Uyda o'tirasiz. Uyda. Oxiri biz uyni topolmay uyingizni orqa tomonida kadastr hujjatlari deb yozilgan joy bor ekan. Kadastr binosi bor ekan. Husniddinga keling shu kadastrdan so'raylik, bu aytdi menga. Kadastr dedi, uylarda xatlov qiladi. Shulardan so'raylik. Dedi kadastrda bitta aka bor ekan, mana uy deb sizlarning uylarni ko'rsatib berdi keyin. Qo'limizdan yetaklab olib borib ko'rsatib berganday bo'ldi. Juda qiynalganimizni sezib. Demak, hech kimga bir kun o'g'lim yulduz bo'lsa, hech kimga aytmagan mana shu gapimni ana shu yulduzlarning onalari aytadi, intervyular bersa, men ham agarda o'g'limni orqasidan kimdir intervyu olgani kelsa, shu gapimni aytgan bo'lardim degan gapingiz bormi? Hali o'zim unaqa
gapirmayman, qilavermayman. Hozir endi bilma, uni tasavvur qilmayman, qilmagan ekanman. O'ylab ham ko'rmaganman. lekin o'sha paytda rosa qiyinchilik ko'rib yurgan paytingizda bir kun shunaqa yorug' kunlar kelishiga ishongansizku, to'g'rimi? Ishonganman, amma, ishonganman. Debman oxirida alash qizimda noshukurlik qilma degan tog'ingiz. Chidamay ketganman, o'tda chidamay ketganman. Hali birovni ko'rgiz ham kelmay qolar ekan o'sha paytda. Xullas darvozalar qulflab qulflashtirdim-da. Shunchalik nimaga borganmiz. Behisob shukr hammasi Allohdan. Xudoyim berdi, behisob shukr. Onajon, bugungi olgan vaqtimiz uchun, sizni vaqtingizni olganimiz uchun bizdan rozi bo'ling. Juda ham mazmunli, bosiq, chiroyli ko'rsatuv bo'ladi degan umiddamiz. Siz doimiy shunday yoshda qoling. 100 yoshlarda ham Muhammad Ziyo sizga suyanib, onam bor deb yursinlar, iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizlarga. Husniddin, siz ham onamizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa marhamat. Men ochig'ini aytaman, Muhammad Ziyoni onasi qanaqa inson ekan deb uni xarakteridan, qo'shiq aytishidan menimcha rosa gapga chechan bir gap bermaydigan hech kimga dadil bir ayol bo'lsa kerak deb o'ylardim-da, shunaqa tasavvur qilardim, lekin aksincha bo'lib chiqdi. Juda ham pokisor, juda ham samimiy, juda ham bir sofdil ayol ekanlar va Muhammad Ziyoni bugungi muvaffaqiyatida, bugun yulduz bo'lishda mana shu hokisorlikni, mana shu sabrda eng katta o'rni borligiga ishonch hosil qildim. Balki bularda tog'dek, metindek sabr bo'lmaganida, o'sha paytda bu sinovlarga bardosh bera olmaganida, balki Muhammad Ziyo ham bugungidek mashhur bo'la olmagan bo'lardi. Ya'ni uni ham bir boshqa sohadan ketishiga to'g'ri kelardi. Eng asosiy o'rinda ona sabr bilan mana shu kunlarga yetib keldi. Va mana shu farzand tarbiyasi uchun sizga butun xalq nomidan rahmat aytamiz, ona. Sizlarga ham rahmat, kam bo'lmanglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammaga shu bolalarning orzu havasini ko'rishlik nasib aylasin.